Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan bir qiziqarli musobaqa o'ynaymiz. Kimda kim g'olib bo'ladigan bo'lsa, mana bu mevalarning birini nima qilamiz? Qo'lga kiritamiz. Tayyormizmi? Demak, mana buni olamiz, kim birinchi ishirib bo'lar ekan deymiz. Tayyormizmi? Landi, o'yin boshlandi. Demak, yana qilsak, Sarvar yaxshi ishirolmadi. Demak, bu o'yinda g'olib Muslima bo'ldi, lekin aslida bu g'olib emas. Bunaqa qilib emas, bunaqa qilib ishirish kerak edi. Ochib qo'yamizdan tishimiz kerak edi. Qanaqa qilinglar shunaqa? Og'zini ochib qo'yman, ha, ufte. Tez yap. Bir ufte bo'ldi. Bo'ldi. Demak, Bo'ldi. tushunarlimi? Qanday ushirish kerak? Demak, Muslima g'olib bo'ldi, nima olamiz? Oldik. Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz.